Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi mikrorayon Nika restorani shundoqqina oldida 4 etajli kvartiramiz, 4-etajda joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotuvda. Ushbu kvartiramiz hozirlar bilan birgalikda obzorlarni ko'rib chiqamiz. Kiraverish qismimiz mana shunaqa chiroyli holatda va mana bu tomonga bemalol garderobni zona uchun shkaflarni qildirib olsangiz bo'ladi va kirib kelganimizda chap tomonda bitta xonamiz mavjud. Buni kattalar uchun yotoqxona qilib ishlatishingiz mumkin va chap tomonimizda bu tarafda umumiy hojatxonamiz va bu tomonda alohida sanuzillari bo'ladi. Mehmonxonamiz mana bu tarafga joylashtirilgan. Mehmonxonamiz ham remontlarni chiroyli holatda qilib qo'yilibdi. O'zining konditsionerlari mavjud va bu tomonga o'tib kelganimizda oshxonamizni balkonga ko'chirib, mana bu yerga ham bitta xona qo'shib qo'yilgan. Buni bemalol xohlagan maqsadlarda foydalansangiz bo'ladi. Bu yerni detskiy xona qilib ham ishlatishingiz mumkin. Mana bu yerga 2 qavatli mebellarni qilib, ushbu xonamizni detskiy xona uchun ishlatishingiz ham mumkin. Kvartiramiz umumiy davlat isitish tizimlariga ulangan va batareykalar ham o'rnatib qo'yilibdi. Batareykalar har bitta xonada bor. Balkon qismimizga oshxonamizni ko'chirilgan, oshxona mebellari va gazlarni chiroyli holatda o'rnatib qo'yilibdi. Remontlarni ham chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Kvartiramiz kommunallariga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlar 100% joyda. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarni 31.500 dollar so'rashadi. Kelishadigan joylar bor. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Ushbu kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, o'z fikringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.